Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalambor Alloh taologa hamd, payg'ambarimiz Mustafa sollallohu alayhi va sallamga ko'pdan ko'p salovat va salomlarimiz bo'lsin. Bizlarga Alloh taoloning rahmati, payg'ambarimizning shafoati nasib aylagan bo'lsin. Oysha roziyallohu anha aytadi: bomdod vaqti kirdi, suv qidirildi-yu topilmadi. Shunda tayammum oyati nozil bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. 4-kitob 170-hadis. Ibn Sirrindan rivoyat qilinadi. Men Abidaga, bizda Nabiy sollallohu alayhi va sallamning sochlari bor. Uni Anas orqali yoki u kishining oilasi orqali olganmiz, dedim. Shunda u: menda u zotning bir tola sochlarining bo'lishi men uchun dunyo va undagi bor narsadan sevimliroqdir, dedi. 4-kitob 171-hadis. Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam sochlarini qirdirganlarida u zotning sochlaridan olgan birinchi kishi Abu Talha bo'ladi.